Hozirgi kunda yangi treyderlarning eng dolzarb muammolaridan biri bu brokerlarni tanlash va nimalarga e'tibor berish. Men sizga mana shu 3 ta saytlarni tavsiya qilaman va 4-tinchisi bu как bonus bo'ladi. Birinchisi Trustpilot bo'ladi, ya'ni forex brokerlarni tekshiradigan Trustpilot saytiga kiramiz va biz brokerlarni tekshiramiz. Nomini yozamiz, kiritamiz va bizga u hamma broker haqidagi o'sha ma'lumotni beradi. Ikkinchisi bu Forex Peace Army degani bor. O'sha joyga kiramiz, mana shu yerda nomini yozamiz. Nomini yozganimizdan keyin bizga broker haqida hamma narsa ko'rsatadi. Uchinchisi bu Wiki FX bo'ladi. Bu yerda regulyatsiyasi bormi, yo'qmi, litsenziyasi bormi, yo'qmi ko'rsatadi. Mana yozdim va bu yerda regulyatsiyasi bor deyapti. Va to'rtinchisi bu bizda bo'ladi ChatGPT. Imенно mana shu promptni yozamiz va u bizga o'sha brokerimizni hamma ma'lumotlarni beradi. Shuning uchun broker tanlashda adashmanglar, tekshiringlar va har doim soqqada bo'linglar. Хотя бы bizlarni plusga yurganimizda broker itarmasligini oldini olishimiz kerak. Hammalarga ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmachasini bosamiz, do'stimizga yuboramiz va saqlangan knopkasini bosib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.